رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. Mana bugun biz Imom al-Buxoriy madrasasiga kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, sharoitlar zo'r, xonalar issiq. Xudo xolasa hozir biz Ramazon oyiga tayyorgarlik bo'layotgan shunday videoga kelganmiz. Bu videoga befarq bo'lmang. Обязательно bu video jo'natib qo'ysangiz ham bitta savob olasiz, kommentariya yozib qo'ysangiz ham bitta savob olasiz. Biz hozir domlani oldiga kelib suhbatini olamiz. Videoda oxirigacha ko'ring. Domla mana alhamdulillah mana madrasa ham juda chiroyli holatda bitibdi. Tashqi va ichki holatlar juda zo'r bo'lib qolibdi. Ramazon oyiga endi bu kirib kelgan Ramazon qanday tayyorgarlik bo'ladi bir qator o'zingiz aytib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Assalomu alaykum. Ozodbek madrasamizga xush kelibsizlar. Sizlarga da rahmat shunday qavralib, ko'ngil burib, bunday qiziqib kelganingiz uchun. Endi bu yilqi Ramazon oyida da har xil yilqiday bunday o'quvchilarimiz uchun iftorlik jana sog'liq o'z ochu o'z japu ish chorasini uyushtirganmiz. Bizning madrasada 100 ga yaqin o'quvchi bor. Ya'ni jalpi shu 100 kishini hisobida shunday iftorlik sog'liq uyushtirdik. Bir kishiga bir o'quvchiga sog'liq 100 so'm, iftorlik 150 so'm deb hisobini chiqardik. Ihson qilam degan odamlar bo'lsa, o'zining kuchuna qarab qilsa bo'ladi. Qalasa bir kunlik 25 ming qilsin. Yani mümkünçülüğü bir adamga, bir o'quvchiga, bir sog'lig'ina yetse 100 so'm ihson qilsin. Je bo'lsa iftorlikdan 150 so'm, je 250 so'm, je iki o'quvchini aytsa shunday mümkünçülüğüne qarab shu iftorlik sog'liqni bersa bo'ladi. Domla ko'pchilik Ramazon oyida zakotlarini to'plab shu Ramazon oyiga to'plab berishadi. Shuni madrasaga ham bersa bo'ladi. O'sha zakatlarin albatta bizning madrasaga bersa bo'ladi. Ya'ni bizga berilgan madrasamizga berilgan zakatlarni biz o'sha madrasamizda o'qiyotgan muhtoj o'quvchilarimizga beramiz. Ulardan kitoblarini, savoq kitoblarini olib beramiz. O'sha kitob o'qigan mo'natcha odamga savob tiyib turadi. Sadaqa jariya qatori bo'lib qoladi. Ana balaning muhtojliklarini o'sha berilgan zakatlar ishlatiladi. Ya'ni bir jo'nako'y odamga berilgan zakat bilan o'quvchiga berilgan zakat o'rtasida cho'ng ayirmachilik bo'ladi. Bu ilmi talib o'quvchiga berilgan bu sadaqa jariya qatorida yurib ketadi. Andan keyin madrasamizga bir yil aqshalay turdi emas. Misol qassoblar et menen yordam bersa bo'ladi. Misol may juvoz, may chiqargan je bo'lsa may sotganlar ihson qilsa bo'ladi. Un sotgan uni menen kuruch shunday tamagash menen dag'i o'zining yordamini berib salomini qo'shib savob qo'yib bo'lsa bo'ladi. Domla bilishim bo'yicha bu madrasada ikkita bo'lim bor ekan. Ya'ni ilm bo'limi va Qur'on bo'limi bor ekan. Bularning Ramazon oyida xizmatlari qanaqa bo'lyapti? Bizde iki bölüm var. Din bilimleri bölümü, jana Kur'an jatoo bölümü. Emin din bilimleri bölümünün o'quvchilari, jo'g'or kursdagilar, alar Ramazon oyida o'sha tarovih namozlarında, anan juma kunlari juma namozlarında shu bayonlarda aytib, dinni to'g'ri, dinimizni yetkirib, ibodatlar jönünde ma'lumotlarni berib, o'sha xizmatlarni atqaradi. Anan emi negizgi xizmatni Qur'on bölümü jasaydi bu Ramazon oyida. Alardan xizmati o'sha Ramazon oyida bilganingizdek tarovih namozlari qilinadi. O'sha xizmatni Aravan bo'yicha o'sha madrasamizdan bo'linadi. Jamoat gruppa qilinadi da, anan o'sha alar chiqib o'sha tarovih namozini xatm qilganlarni o'qib beradi. Misol qator aytsak, bir 80 dan oshiq masjidda bizning talabalarimiz, o'quvchilarimiz borib, o'sha tarovih namozlarini xatm Qur'onlarni qilib berdi. Yani bu yildagi o'sha dardiq, o'sha ish chora uyushtiriladi buyursa, endi boya aytganday zakatlardagi, ihsonlardagi, o'sha sog'liq, iftorliklardagi o'sha xizmat qilayotgan talabalarimiz, o'quvchilarimizga beriladi. Domla bilishim bo'yicha bu yerda to'liq erkaklar o'qish ekan. Agar uzoqda turib, masalan, uyda o'tirib, ayollar ham ihson qilsa bo'ladimi? Albatta. Bizning Aravandan bo'lsa, je bo'lsa Aravanga yaqin yerda yashay turgan turg'unlar bo'lsa, ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, kelib bizning buxgalteriyaga pryamoy o'zi qo'li bilan topshirsa da bo'ladi, eshigimiz doim ochiq. Endi qijolat bo'lsa, je bo'lsa boshqa chet o'lkalarda bo'lsa, bizning hisob shotlarimiz bor, banklarimiz bor, o'shaga qo'torib qo'ysa da bo'ladi. Domla rahmat, shunaqa chiroyli suhbat bo'ldi. Xudo xolasa foydali video bo'ldi deb o'ylaymiz. Rahmat.
لك